Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi videolarimiz Urganch shahrida 4 qavatli podvali bilan ega pasi birinchi qavatlarning notura kanallari turar kvartiralarimiz sotib chiqdi ekan. Obunachilarimiz ilgari Lider avtosaloni birinchi filiali ofisi desak ham bo'ladi. Sharshara berimizga do'rimizda Sharshara kafe restorani, o'tamizga yangi to'yxonamiz. Görüşlemek yine yo'lni bo'yida Shavot yo'ldan yana chap raqamlarga ishi binomuz sotib chiqqan. Mulk egasi bilan bemalol aloqa chiqarasizlar. Hamma qulaylikka ega. Berimiz asloni xalasansa avtosalon, xalasansa ofis qilsa xalasansizlar, ishini go'zal, imoratli to'yxona qilsangiz ham bo'ladi. Qayta rekonstruksiya qilish kerak. Olgan odam xohish o'quv markazi qilsangiz ham, nodi qavatlarni bo'lib arenda bersam bo'ladi ekan. Xullas 100% tukan karuj Görüşüm müstəhkəməti əldindən yine Plaşatkalı özünü transformatoruna ega Bərəkə Savdo Məcmuasına ega skidka dükkanımız. Xullas benimsinə Sputnikə qarashır Navruz mahalləsine. Maşınlarımız sığadı benimizdə aynadan girirlərə. Kanalsa Bismillahirrahmanirrahim obzor etsək. Kanalsa yangi bolsang like hesdən çıxmaz. Benimiz avtosalon üçün möcəlləngən toplu pol Ataçintula urulgan diyorlarımızda Porshe'lari qo'yilib o'tilgan ventilyatsiya uchun rishotka bo'lgan. Bu yerdan bemalol mashin bir 10 sig'adi. Ofisning kabinet narigi tomonidan kelsa bo'ladi. Yo'shan qalonlama mustahkamat qo'yilgan ekan. Berimizda o'zini sanuzellari yo'shanga kafel bo'lgan rakoynamiz, muntazamiz bor. Ventilyatsiya joylari ham ishlab turibdi obunachilar. Xullas zo'r desak bo'ladi. Endi bir poytaxtga yetdi bu avtosalon shuncha bu endi zarurchilik ayrim sabablarga sotcha kelgan. Bu xonamizda panoramli oynalar qo'yilib o'tilgan. Obunachilar xullas nodimiz uzun yo'lakchadan keyin devorlarimiz bo'y kafel bo'lgan. Benimizda chiroylisindan kafellar urilgan. Yaxshi sifatli materiallardan ishlatilgan. Divizyon datchiklarimiz yerimizda. Bu tomonimiz endi xonalarimiz bor o'zini yotar kvartiralar ekan. Konsolimiz avval firmaniki, avtomatlarimiz 3-qavatda turibmiz. Bina koridor, chap tarafda bu yerda mehmonxona binosi ofisni qilingan. Uголокimiz televizor LG'lar qo'yilib o'tilgan. Perdelarimiz kamera bilan jihozlangan. Bu yerda grifir montajlari, divorlarimiz, bu yerda direktorskiy stullarimiz qo'yilgan. O'zini alohida bu yerda dokumentatsiya shkaf qo'yilib o'tilgan. Berimizda endi Rahmonalidan do'stimiz faoliyat yuritgan edi. Ishlarni omadini bersin. Endi navbatga kelsak, berimizda yana bir xonamiz endi yuvinish xonamiz ekan. Endi tozalamiz, rakoynamiz bor ekan. Kafel bo'lgan, ventilyatsiya joylari ishlab turibdi. Shu yo'lakchada o'ngda chapda xonam joylashgan ekan. Bu yerda yana bir o'zini spanisi joylashgan ekan. Oynalar tashqariga qaragan ekan. Görüşlarga yurtdir hamma jihozlari qalada bo'lachilar. Bu yerda o'ng tarafimizda oshxonam joylashgan. Chap tarafda yana bir spani. Bu yerda endi farzandli insonlar bo'lsa, bemalol yashayveradi. O'zini endi kattalar xonasi bo'lgandan keyin sanuzellari bor qismida yana kafel bu, rakoyna, mumtoz, vonnas, mazakali kafelda bo'lgan ekan. Chiroyli, hazaratiy zo'tilgan ekan. Hamma o'sha nasib ko'zga tushungan. Ofis ichida yashab ko'p odam ijod qiladi. Görüşləmə hamma o'zi qiladi. Shkafu bor konsolini, chiroylisidan foydalar qo'yilgan ekan. Endiki navbatga kelsak, oshxonamiz. Oshxonamizdan uголокimiz, stolimiz bor ekan. Hamma sharoitiga kafellar urilib o'tilgan, gaz plitamiz, moykamiz, vitechkamiz, itimat pechka, xolodilnikimiz bor ekan.
Yine nereye tamamlanan taşkar koridor oynaları, radiatorları koyulup o'tilgan. Shunda ikkita spalni, oshxonamiz, mehmonxonamiz. Shunda bize hozirgi kunda 3-qavatda. Bu yerda yana bir xonachamiz bor. O'zini shaxsiy kotelxonasi yine. Ega görüşlenemek mi? Kelle aylanıp ketadi ekan bo'ladi. O'tgan usta santexnika ming rahmatini yozib ko'tdi. Birma-bir nendik topli pul, ikkinchidir, uchinchidir. Qavat yozib hammasini. Yerda stollar bor ekan. Endiki navbatga kelsak, oxirgi xonamizni yuzatib, qavatdagi xonani yuzatib, tomosha qilsamizlar. Bedeni katta hajmli mehmonlar qarshi oladi. Oxirgi qavatimiz xonamiz yine. Beni перегородкasi olib tashlab, mehmonlar sug'ish uchun turetskiy dedi devorlar qo'yib o'tilgan. Katta hajmli LG firmani trezorlari, kandillar, rombik oynalar qo'yilgan. Bu yerda 12 odamlik stolimiz. Benim sayını turmamız ajabativ o'tilgan. Xullas dit bilan o'tilgan full shaklindagi binamiz ekan. Bu endi qavatdan turar bular. Nergi pastdagilarsa noturar degan bor. Endiki bu sanojelimiz kelsak. Sanojellardan biri rakayna, kir mashinamiz Samsung firmanikini. Inverter motor, unitazimiz, vannamiz. Ne joyga yana chiroyli bu tomonimizda qo'yilib o'tilgan ekan. O'ynamasam LED variantlarimiz qo'yilgan ekan. Fotoğraflarımıza kelsak, qora svet va tujurlar. Eshiklarimiz sifatli. O'zlarimizni akbarlik ishlarini. Fotoğraflarımıza kelsak, benim Atachento kombinatsiyasidan devorlamsam Atachento ekan. Xullas lipka bu, yine elevator. Yine koridordan keyin yana xonamiz berdi. Kattalar xonasi. Turmamiz komplektini. Bu full shaklida katta oilalar bemalol o'zlari kelib yashasa bo'ladi. Endi fonda havolanish uchun fon qilingan ekan. Chapimizda yana kattalar xonasi, bu tomonda oshxonamiz. Xolasangiz mehmonxona qilsam bo'ladi ekan bu gostinsa. O'zini отдельный qo'yib bersa bo'ladi. Chiroyli mozaikalar, kafelar bo'lib o'tilgan ekan. Menimizda 4 odamlik choy ichmaga stolimiz Kansaner Grey firmaniki, LG firmani xonadonimiz joylashgan ekan bo'lsa. Oyoqchilar kafelar bo'lib ishlamsini qimmatini yaxshi ishlarni tanlab ustalikka qilingan ekan. Endi mebellarni bilgan bilar dedi-ku, o'zini tureskiy mebellar yaxshisidan qo'yib o'tgan. Matraslar sifatlisidan garderob xonasi ham bor ekan. O'zini shaxsiy garderob xonasi berdi. Shkaf, truma, spalni, berimizda to'muchkalari, o'zini hamma sharoit komplekt. Perdalar ham shuni tushgan, koronlar shu mosativ zo'tilgan. Shunda o'shi xona soniga kelsak, o'shi 6 xona ekan. 3-qavatında 2 spalni, 1 mehmonxona, bu tomonda 2 spalni, 1 mehmonxona. Endi podol qismini yuzatsak, bu xonamiz 4-qavatdamiz. Bunachilar hammasini qo'llangancha obzor qildik. Mana sanojellarni, bu yerda mehmonxonamiz endi oxirgi podol qismini yakunlab yetib o'tsak. Bu yerda koridorlarimiz Odimizda oboy, ayaktilamiz lamga pul, bu tomonimiz yana koridorlarimiz ham dekorativnati tuzatilgan ekan. Shuningdek, zinamizdan, leskisidan chiqqanning bu yerda yana bir o'zini shaxsiy sport zal deymizmi, ko'p odamlar omborxona deymizmi, yana o'zini qilaveradilar. Yana bu tomonimizda yo'nalli o'zini kotelxonasi bor. Bu yerda LG firmani 8 kilo kir mashin joylashgan. Hozir kunda sveti yana yonib turibdi ekan. Nosozlari bor ekan. Ancha-muncha nosozlari
Bundan full joyimiz götürülgen ekan. Bu tomonimize geçsek abunasınamız. Özünü palaşatga bak tomonini görüşlemek. Özünü çiziki neyi tamam şotga adam çizik ekan. Özünü transformatorundan ahamiyatli görüşlemek için 100 watt pişen kevuz ekan. Bu tomonun içine şavat yolumuz görüşlemek için. Endiki garaj kısımlarından gözetip üstsek. O şu kvadrat metrlerine geldik abunasınamız. 300 metre kvadratlık bir garaj kısımlarında gözetimiz. Padvaldan düşüp daha gerçekten yukarı mesela. Güllep yaşlanıp durgan binamız ağanadan güllep yaşlanıp verse Elanur buladı. Lider avtosalon. En yaxşısına layık istedik ki verilmesine eşiklerimiz, padval taraflarımız. Pajane zonamız üzerine nokta virgüller, sırayla avtomat arabalar. Yine buna sağ. Şahsi maşını tayarlaş için sırayla götürülen toprak bola ege. Bu tamamımız yine üzerine moykesi maşınla yük sürüp benim şöyle tayarlanıp nereye tamam getirdi. Vaxt zamanını gözetemiz indi. Bu tamamımız toprak bola dedik, aytıp ötdük. Avtomatları bir de koyup ötülgen ekan. Yine moykada siyetli abunaçılar. Şundan şu bina kızık adım abunaçılar olsa gelese, görese, savdalaşa verese. Affanın hayırlı, berekeli. Abunaçılar birinci padvalı, ikinci kavatı natural ekan, kağanı 3-4-leri turar xanadalı ekan. 6 xanadan ibaret ekan. Şunda gelese görese savdalaşır. Esasisi lokasiyamiz Sputnik çarrahası. Yine Aziya Grand toyxonamızda yanında joylashgan. Narx navxaz bilan mulk egasi bilan bemalol bo'lansa, mulk egasi bilan ekranda yozib qoldiramiz. 250 ming dollar deb aytib turibdi. Hisobotini videoda qisqalanda qilib yakuniz. Sog' bo'linglar, omon bo'ling. Keyingi görüşguncha. E'tiboringiz katta rahmat.